Assalomu alaykum aziz Instagram va YouTube kuzatuvchilari. Ko'rib turganlaringizdek Sayfullo ot anjomlar kanalida mana shu otning ko'krak fartugini tayyorladik. Tanka deb laqabini yozdik. Ikki tarafiga bayrog'ini qo'yib berdik. Ikkinchi ko'krak fartugimiz esa Oskar laqabli otga tayyorlab berdik. Kimda mana shunday ko'krak fartuklar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Ekranda telefon raqamlari yozib qoldiraman. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Samarqand shahar Registon maydonida. Ko'rib turganlaringizdek, mana shunday qora variantlarda tayyorlab beryapmiz. Qizil variantlari ham bo'ladi. Ko'krak fartuklarni xohlagan emblemani qo'yib, xohlagan laqablarni yozib beramiz. Yulduzcha, ot kallasi, har xil emblemalarimiz bor. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Ko'krak fartuklarning narxi 350 ming so'm. 350 ming so'mdan tayyorlab beramiz, aziz do'stlar. Otning ko'kragiga mana shunday mustahkam ko'krak fartuklar, ko'rib turganlaringizdek juda mayda tikilgan otning ko'krak fartuklari. Aziz obunachilar, ko'pchilik bizdan so'raydi, narxi necha pul? Narxi 350 ming so'mga yozib, mana shunday chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Bu videoni yaqin do'stlaringizga yuboringlar, ot boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.